Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurasul Sohibjon. Men Samarqand shahar Atitat o'quv markazida o'qiyman. Hop. Men bugungi loyihamni tanishtirib o'tsam, buning nomi bilimdon matematik hisoblanadi. Bu matematikaga qiziquvchilar uchun juda foydali hisoblanadi. Bu savol beradi. Foydalanuvchi bunga javob berish kerak. Agar noto'g'ri javob bersa, ovoz chiqaradi. Agar to'g'ri javobdan keyin 1 daqiqalik pianino chalish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'yin orqali matematikani o'rgatar ekanda, to'g'rimi? Yana bunda darajalari ham bor. 1 dan 9 gacha xohlaganingizni tanlasiz, o'sha soniga qarab qiyinligini tanlab beradi. Qiyinligini moslashtirib beradi. Qani men bu ishlatib ko'ringchi, xato javob berib bitta, to'g'ri javob berib bitta. Mana to'g'ri javob deb chiqdi. Endi xato javob beramiz. Xato javob deb chiqdi. Qanday ovoz chiqaradi? X ta ovozida javob chiqdi. Keyin bu yerda o'yinni tugatish mumkin. O'yinni tugatgandan keyin nechta to'g'ri, nechta xatoligini ham ko'rsatadi. Tushunarli. Omad. Bu-chi, bu ham sizlarnikimi? Buni kim nima qiladi? Tushuntirib beradi.